Assalomu alaykum Yunus aka. Osh dedingiz, siz maqvoz bo'pti. Halim boshlab qo'yganmisiz? Assalomu alaykum aka. Qanaqasiz? Yaxshi keldingizmi? Ovozga nima qildi, aka? Yo'q, ovozingiz. Kecha qayerdingiz? Kechqurun yomg'ir yog'ayotgandi. Dedim, aka, qayerda bo'laman? Shu yerda edim aka. Mendan bir hol ahvol so'rang. Gap, kechasi shu yerdamisiz, aka? Shu yerda edim, mana halim qilaman deb yarim kechasi kelganman, aka. Xudo xolisa pishirdim xo'randalarga. Voy, joningiz sog' bo'lsin, qo'ymaysiz, aka. Mana endi kimga nima yoqar ekan deb qilib yotibmiz, aka. O'zimizga yoqqan narsalardan xalq qilamiz. Oshni yordingiz, aka. Gap yo'q ekan sizga. Halimni ham urib yordingiz. Bitta ko'ringlar, aka, buni ham endi. Qarab turing, hozir men sizni bir narsa. Lekin ovozni qiynabsiz, aka. Sovutibdi-da baribir. Ha, aka, kechqurun yomg'ir qiynashdi-ku mana. Joningiz sog' bo'lsin. Rahmonrahim. Voy. Ham qarang. Boshqacha-yu bu, aka. O'zbegimda deb aka, shuning uchun boshqacha. Gap yo'q lekin. Halim har kuni qilyapsizmi, aka? Ko'rsatgan qo'ylarim bor-ku, o'shini ko'rdingiz-a? Ha. Shu yerda halim bo'lib ketgandi bu qo'ylar. Voy, gap yo'q. Bitta qo'y qilib yubordim deysizmi, aka? 1,5 ta. 1,5 ta gap bo'lsin. 1,5 ta. Halim har kuni bor, aka? Halim har kuni bor, xudo xolasa. Buni bitta yeb ko'ring, aka, bunga ham ishqiboz bo'lib qolasiz. Bunisi faqat o'zbegimda bo'ladi, kelaverasizlar, aka. Joningiz sog' bo'lsin. Dahshat u. Hoji aka, hoji onalar, sizlarga manzur bo'ladi. Xudo xolasa qo'yninglar to'ladi. O'zbegimga kelinglar. Ikkita olsanglar, bittasini o'zim nomimdan qilib beraman, faqat birga. Kelaveringlar, hoji aka.